haqiqatan ham bugun nima deydi, shu Ilohiy Nur klinikasiga o'zina shifo izlab kelgandim. O'zgina mazam bo'lmadi to'g'risini aytganda. Lekin shu kirgandan opam menga to'g'ri tashxis qo'yib berdilar. Haqiqatan aytgan gaplar to'g'ri edi. Chunki bilib o'tirdim qayerda nima menda muammo borligini bu kishi bittaga topdilar. Shu lichina qilish boshladi. Xudoga shukr, anaqa jama boshqa banka usullari bor ekan, banka qo'yish. Lekin 3 soat oldin ahvolim og'ir holda keldim, hozir normalniy zo'r. Nima demoqchiman? Men ham sizlarga shuni taklif beraman. Shuni sizlarga maslahat bermoqchimanki, haqiqatan shu Ilohiy Nur klinikasiga tashrif buyuringlar, hammasi haqiqiy ekan. Shoh-dapan qo'llar dard ko'rmasin. Yaxshi qarashib, ish qilib atmosferaga gap bo'lish mumkin emas. Haqiqatan ham zo'r ekan, menga yoqdi to'g'risi. Endi birinchi kundan men gapirishga til ojiz. Endi ko'p araga kelib turishga harakat qilamiz, chunki haqiqatan ham zo'r shifo topsa bo'lar ekan, ishonarli Buxoroda bor ekan.